Telefon xarid qilmoqchimidingiz? Abu Saxiy do'koni sizga eng arzon narxlarni taklif qiladi. Mashinalaringiz uchun avtoaksessuarlar, didingizga mos keladigan 4 faslning eng noyob parfyumlari, mingdan ortiq eng sifatli o'yinchoqlar, zamonaviy gadjetlar va aksessuarlar hamda kundalik hayot uchun kerakli bo'lgan barcha buyumlarni topishingiz mumkin. Metro Avtozavodskoy va Metro Altufeo'da joylashgan, Sankt-Peterburgda bo'lsa Metro Sernaya Targov sentri 3-etajda. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Isroilning Haaretz agentligining axborotiga ko'ra, Eron 19-iyun kuni tongda Isroil poytaxti Tel Avivga yangi turdagi Fattoh 1 raketalari orqali zarba berib, Tel Avivni vayron qildi. Haaretzga ishonilsa, Eron bu safar Isroil poytaxtiga 20 ta raketa yo'llagan va ushbu raketalardan biri Bershavadagi shifoxonaga, yana biri esa Mossadning maxfiy tutilgan laboratoriyasiga zarba bergan. Qolgan raketalar Tel Avivning turli nuqtalaridagi muhim infratuzilmalarni yo'q qilgan. Isroilning yana bir agentligi Yediot Ahronotni ma'lum qilishicha, 19-iyun kungi Eronning zarbalaridan asosan Tel Avivni birjalar joylashgan Ramat Gan tumani jiddiy talofat ko'rdi. Yediot Ahronotning o'zidagi ma'lumotlarga tayanib bildirishicha, Isroil hukumati allaqachon 5000 nafardan ortiq kishini evakuatsiya qildi va 19-iyun kungi zarbalar bilan hisoblaganda Isroilda jarohat olgan kishilar soni 830 nafarga yetdi. Yediot Ahronotning urg'u berishicha, Sahal hozircha harbiy yo'qotishlar haqida hech qanday ma'lumot berganicha yo'q. Eshitmaganlar uchun eslatma, Eronning IRNA agentligining axborotiga ko'ra, 19-iyun kuni Isroil poytaxtiga yo'llangan Fattoh 1 raketalari Tehronni Tel Avivga 11-to'lqin javobi sanaladi. Endi Donald Trampni Eronni butunlay vayron qilish uchun bel bog'laganiga oid kutilmagan axborotga to'xtalamiz. Wall Street Journal agentligiga senator Mark Warnerni ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlar Milliy razvedkasi Eronda yadro quroli yo'q deb topdi va Milliy razvedka rahbari Tulsi Gabbardga ko'ra, Eron ayni paytda yadro quroli ishlash uchun harakat qilayotgani yo'q. Shunday ekan, Eronga zarba berishni, shuningdek, uni vayron qilishni keragi yo'q. Ammo Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump bunday fikrda emas. Aniqrog'i, u Eronni yer ostida joylashgan zavodini yo'q qilishni rejalashtirmoqda va Trampni hozirda Eronni yadro quroli umuman qiziqtirmayapti. Qo'shma Shtatlarning yana bir agentligi Axios'ni qayd qilishicha, agar vaziyat yanada keskinlashsa, ya'ni Washington urushga haqiqatdan ham qo'shilsa, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning Isroil tomonida, Rossiya va Xitoyni esa Eron tomonidan joy olish ehtimoli ortishi orqali jahon urushi xavfi ham yuzaga keladi. Bu esa nafaqat Yaqin Sharqni, balki butun yer sayyorasini tahdid ostida qoldiradi. Boisi yangi jahon urushi yadro qurolini aralashuvsiz bo'lmaydi. Endi Ukraina urushiga aloqador xabarlarga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, 19-iyun kuni Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas Moskvaga qarshi urushga Yevropani Ukrainaga birlashishga chaqirgan. Kaja Kallasga ko'ra, nima emish? Ukraina hozirda Rossiyani Yevropaga hujum qilishidan to'xtatib turgan davlat hisoblanadi va Ukraina Yevropani Rossiyadan himoya qilmoqda. Shunday ekan, butun Yevropa bundan keyin Kiyev atrofiga birlashgan holda Rossiyaga qarshi kurashishi shart. Va Yevropa Kaja Kallasni ta'kidlashicha, Ukrainaga urush uchun harbiy texnika, shuningdek, pul yetkazib berishga majbur. Sababi esa bir dona: Ukraina Rossiyadan Yevropani himoya qilmoqda. Endi Litvaning sobiq tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergisni Kiyevga Rossiya neftiga zarba berishni taklif qilganiga oid xabarga yuzlanamiz. Gabrielius Landsbergisning o'zining X'dagi sahifasida yozishicha, Ukraina urushni g'olib sifatida yakunlashni istasa, unda bir dona imkon bor. U ham bo'lsa Rossiya neftiga zarba berish. Gabrielius Landsbergisga ko'ra, agar Kiyev Rossiya neftini yo'q qilsa yoki unga zarba bersa, Putin urushni asosiy moliya manbasidan mahrum bo'ladi. Bu esa jangni yakunlanishiga olib keladi. Shuning uchun Kiyev taklifni qabul qilib, Rossiya neftiga zarba berishga kirishishi shart. Bu Litvaning sobiq tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergisni Ukrainaga yo'llagan taklifi edi. Endi Yevropa ittifoqining Rossiya gazidan to'liq voz kechish uchun tashlagan qadamiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting.
Euronews agentligining xabariga ko'ra, Bryussel Rossiya gazidan 2028-yilning 1-yanvariga qadar to'liq voz kechish uchun yangi loyiha ishlab chiqmoqda. Unga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar 2028-yilning 1-yanvar kunigacha Rossiya bilan tuzilgan gaz yetkazib berishga xizmat qiladigan barcha shartnomalarni bekor qiladi va qarabsizki, Rossiya bilan aloqalar ham uziladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.